Farina bitta savol qiziqtiradi-da, mana qarang, kinoda ishlagansiz, to'g'rimi? Syomka boshlashdan oldin motor deyshadi, to'g'rimi? Nimaga glishtil emas, misol uchun injektor emas, ventilyator emas, nimaga aynan motor? Keling, keyingi ko'rsatuvga biz mana shu mavzu haqida o'rganib kelamizda, fikrlarimizni almashamiz. Keyin javobni odamlarga aytamiz. Shuni keling biz o'zgartirish Nima uchun kiritaylik. motor? O'zgartirish kiritaylik. Motor demaylik endi biz ko'rsatuvimizda. Bizning ko'rsatuvimiz ajralib turuvchi ko'rsatuv-ku. Mana hozir operatorlarimiz hozir Abbos! Shunaqa demoqchimisiz? Mana chet elda action deydi. O'zbekistonda mana motor deydi. Keling biz balon deymiz. Qani azzaga balon deysiz, keyin men salomlashaman. Ketdik. Balon. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, salomatmisiz? Kayfiyatingiz yaxshimi? Biz bugun ko'rsatuvimizni balon deb boshlab olgan holatda hozir boshlayapmiz. Biz bugun Qani ma'no? Qani mantiq deydi? siz men bilan ko'rishgan kuningiz ketgan ma'no. Xo'p, Shuning uchun qidirmang, izlamang, topolmaysiz. nega balon demasin lekin? Yo'q. Xo'p, rahmat. Ey odam. Azzakada azizlar sog' bo'lishsin, azizlar omon Azzaka. bo'lishsin. Qani? Balon. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bunchalar zo'rsan ko'rsatuv yana xonadoningiz mehmoni, yana sizning kayfiyatingizni ko'tarishadi. Qarshingizda men Farina va Abbos. Biz ko'rsatuvni boshladik. 1 2 3. Bunchalar zo'rsan. Siz bilan Farina yangi ko'rsatuv ochib bera qolyapsiz aka. Men faqat shuni tarafini olyapsiz. Hozirga siz men tarafmi? Azim akam. Kayfiyat qalay o'zi? Kayfiyat a'lo. Sabab? O'g'il bolani kayfiyati a'lo bo'lish uchun kamida cho'ntagida puli yaxshi bo'lish kerak. Ha, pulim bor, xudoga shukr. Yaxshi. Yaxshi ko'rgan qiz yonida bo'lish kerak. Ha? Ana! Ham bor. O, mana, orajan ushladim. Bu yana uylanaman deb yuribdi, sizlar hayron qolyapsizlar. Bir kelin tayyor. Kim u? Ay, bizga qirormisiz? Yo'q, hali. Hozir yo'q. Yo'q. Lekin bo'lgan. Oldin bo'lgan, ha. Ismi nima edi? Shart emas unisi. Baxt tilab qo'ymaysizmi o'zi? Baxtli bo'lsin. Baxt tilaymiz. To'y bo'ldimi? Albatta. Hayotdagi maqsadingiz nima ekan? Ota-onam orzu qilgan farzand bo'lish. Nima deb o'ylaysiz? Kimlarni xafa qilgansiz? Shu vaqtgacha xafa qilgan odamlarni uzr so'raganman lekin. Kechirim so'ragansiz. Ha. O'zi mana kechirim so'rash qiyinroqmi yoki kechirish qiyinroqmi mana inson nazarida? Kechirim so'rasham oson. Sizni kerak ham demaycha qiyin narsa emas. Yo'q. Men savol beraman. Siz tezroq javob berib ketasiz. Tayyorsiz? Xo'p, birinchisi siringiz sotishganmi? Sotishgan. Eng yaxshi ko'rgan kinoyingiz? Po'lat Alendar. Xursandman. Men ham. Isming nima? Po'lat Alamdar. Bir şey mi oldu? Biror nima bo'ldimi? Yok. Haşa. Yo'q, tinchlik. Bu ismi bugün ikinci defa aldım. Bu ismni bugun ikkinchi marta eshitishim. 5 yil avvalgi o'zingizni nima bilan ogohlantirgan bo'lardingiz? Hech qachon qo'rqma, oldinga harakat qildi. Hop, yomon xotiralar ko'proq yig'latadimi yoki yaxshi xotiralarmi? Yomon xotira. Katta odam bo'lishni sizmi yoki katta bo'lishni? Katta odam bo'lishdi. O'zingiz yaxshi ko'rasizmi? Ha, o'zim sevaman. Bolaligingizdagi qaysi odatingiz uchun eng ko'p gap eshitgansiz yoki kalta yegansiz? Dadamdan yerdim. Dadamni ko'p kaltaga yeganman. Aytgan ishlarini qilmaganim uchun. Eng esda qolib ketgan kalta yeganingiz qaysi ishingiz uchun? Bittasini ayting. Bir marta Agarotga Makka bor edi. O'shani o'rdeganlar, men o'rmaganman. Keyin jo'ralarim bilan cho'milishga ketganman-da. Voy. 2 kishi qilgan ekansiz siz. Keyin kelgandan keyin urmaganlar, gapirganlar. Urmaydilar, dadam gapiradilar faqat. Dadamda ko'ra urganingiz yaxshi edi deb o'rganmisiz? Va hozir jasoratingiz yetadi, onangizga telefon qilib yaxshi ko'rishingizni aytishga. Ayta olaman. Oling telefoningizni. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Onajon, yaxshimisiz, zo'rmisiz? Yaxshimi shukurjon, sizmisiz? Yaxshi, xudoga shukr. Sizda gapim bor edi. Nima gaping bor ekan? Ayajon, men sizni yaxshi ko'raman. Rahmat. Men ham seni yaxshi ko'raman, o'g'lim. Meni kutar kecha kunduz yo'llarimda ko'zi bu faqat onamdir. Qancha uylantirasiz meni? Qancha uylantiray? Ya, farqi yo'q, mayli. Allah bizda 2 yillarga uylantiramiz nasib bo'lsa, xudo xohlasa. Mayli, ayajon, keyin telefon qilaman. Mayli, xo'p. 2 yil qiz qidirish atmang tog'a. Salomat bo'ling. Bunchalar zo'rsan. Kayfiyatlar zo'r, hammasi a'lo. Hayotingizda shu kunlarda qanday o'zgarishlar bo'lyapti yoki o'zingizda qanday o'zgarishlar sezyapsiz? O'zimda hammasi yaxshi, xudoga shukr. Sekin-sekin o'qib, mana sessiyalar yaqin kelib qoldi. Sessiyalar tayyorgarlik bu yoqda. Qayerliksiz? Buxorolikman. Qayerdan? Shofirkondan. Juda ham zo'r. Buxoro juda ham qadimiy shahar.
Juda ham go'zal, taomlari, insonlari, aynan uni tarixi, aynan Buxoro shevasi ham o'zgacha, ajralib turadi. Aynan buxorolik ekanligingizni bitta so'z bilan ta'riflang. Ibi ma'ulay. Oh, ibi ma'ulay, juda ham zo'r. Birinchi muhabbat bo'lganmi? Bitta muhabbatim bor. Xo'sh, kim ular bitta muhabbatingiz bo'lsa? Oyijon ular. Demak, hozir qo'ng'iroq qilamizmi onajoningizga? Marhamat. Assalomu alaykum onajon, yaxshimisiz? Yaxshiman, Xudoga shukr. O'zlaringiz yaxshimi? Dadamlar yaxshimi? Hamma yaxshi, Qurbajon. Oyijon, bitta gap aytmaganman shu paytgacha, hech bir ayta olmagandim. Endi aytmoqchi edim. Sizni yaxshi ko'raman onajon. O'rgilay o'zim dunyolar bilgancha men ham seni yaxshi ko'raman, desam o'zim o'rgilay sendan. Onajonim, onam mana, mehribonim, jonim mana. Rahmat bacham, rahmat. Tinchmisan? Ha, tinchman, Xudoga shukr. Omadingni bersin. Rahmat onajon, rahmat. Bacham. Assalomu alaykum onajon, yaxshimisiz? Milliy telekanal bunchalar zo'rsan ko'rsatuvi, Farina bo'laman. Shu kanallarni har doim uzluksiz ko'rib boraman. Oho, nimasini yaxshi ko'rasiz aynan? Aynan mana shu farzandlar onalariga qo'ng'iroq qilib yaxshi ko'rishlarini aytganlarini ko'p kutasizmi? O'shani ham ko'p kutaman. Chiroyli olib borasizlar. Chiroylisizlar, odobli. Shunga havasim ketadi. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Biz yoshlar uchun har doim duoda bo'ling. Ko'rsatuvlar bardavom bo'lsin, sog' bo'linglar. Rahmat sizga. Siz bunchalar zo'rsiz. Juda ham zo'r. Boshqacha bo'ldi. Nimalar ko'nglingizdan o'tdi? Aynan ona sizni yaxshi ko'raman deganingizda. Shu paytgacha biror marta oyimga yo adamga sizni yaxshi ko'raman demaganman. Chunki yaxshi ko'rishim bilaman, lekin ayta olmaganman o'sha narsadan. Uni birinchi marta sizlar tufayli aytyapman. Bunchalar zo'rsan. Sochlarni tara. Chiroyli bola bo'lib. Nima bo'ldi? Bu uchrashuv bo'ldimi? Yo'q. Kelmadim. Viloyatda. Viloyatga borish kerak. Qaysi viloyatda? Navoiy. Hozir gaplashamiz, hozir bola bilan sirlarni ochamiz, xo'sh. Men shunaqa odatim bor. Odamlar meni boshini ushlayman-ku. Miyasida bor narsani bilib oladigan bo'lib qo'yaman. Ishonmaysizmi? Menga bila olmaysiz-ku. Qamala. Bugun rubashka kiyyapsiz-a? 16 ta qiz bilan gaplashgansiz. 4 tasiga senga uylanaman deb va'da bergansiz. Uning ichidan bittasiga uylanmasligingizni o'zingiz ham bilasiz. Topyapman. To'g'ri kelyapmanmi? Menga emasmi? To'g'ri kelyapman-ku, ko'rdinglar. Bu dadingiz ham ko'rdi lekin. Uyga bormay qo'yaverasiz. Mana o'rtog'ingiz uyidan sekin boshpana topib, balkonda bo'lsa ham aytaverasiz-ku endi, to'g'rimi? Bor. Bemalol. Endi mana savol, Navoiyga Ahmed qachon bordingiz? Oxirgi marta fevralda bordim. Ko'proq nima talpintiradi? Borishga sababingiz nima ko'proq? Shu uydagilar savolga. Ha, men yuzingizga kulga tabassum yuguryapti. Shu uydagilar dedim nega. Ha, yana. Birinchisi uydagilar, xo'p. Ikkinchisi shu sinfdosh jo'ralar hammasi shu yerda. Uchinchisi, eng qiziq Aysar, u jo'ralar bilan ko'rishmaydi-da borsa. Birinchi harfini emasman. Ko'pmi ular? Hammasiga nima gapingiz bor? Birinchisi kim? Birinchisi o'zi ketdilar nasiblar. Kelib bo'lib ketdim. Shunday. To'yi bo'lganini eshitdingizmi? Boravam keldi. Ko'rgansiz to'yi bo'lganda. Oq kiyimda ko'rdingiz. Keyin uyga kelib qaysi qo'shiqni eshitib uxladingiz? Jalolagan aks qo'shiq chiqdi. Yor mendan ketdi degan o'sha. O'zi ko'rayotgan bo'lsa nima gapingiz bor? Mana ismini aytmaymiz, mayli, oilaliga baxtli bo'lsin. Shu baxtli bo'lsin, serfarzand, serdavlat bo'lsin. Bolalariga ismini qo'ysin degdi. Qo'yibdi-da. Voy! Yor bizdan ketdi. Orzusiga yetdi. Ismingiz nima? Diyorbek. Diyorbekni dadajoningiz bilan onajonlari. O'qish kirmayapti ekan xayoliga. Faqat uylanish to'y. Qanday sabzi soldingizmi? Hammasiga solib qo'ydim. Ertaga ham soldim, substiniga ham soldim. Bo'lmayapti-da. Bir kartoshka partoshka solib qo'ying, qani birga bo'ladi. Bunchalar zo'rsan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshi, rahmat. Kayfiyatlar zo'rmi? A'lo darajada. Mana bitiruvchilarni ko'ryapsizlar. Chiroyli formalarda, xursand ular. Siz mana shu damlarni qanchalik kutyapsiz? Juda ham kutyapman. Necha yil kutasiz shunda yana? Birinchi kursman endi. Ha, 3-yilingiz bor. Eng yaqin dugonalar? Siz dugonangizni 3 ta so'z bilan eng ijobiy xislatlarini sanab o'tasiz. Men juda yaxshi ko'radi. Ham boshqalar bilan yuradigan bo'lsa, men juda qiziqardi boshqalarda. Aha.
Yurma deydi, faqat meniki bo'l deydi. Oo, va uchinchisi Mehribonda. mehribonlar. Xo'sh, siz dugonangizni qanday ijobiy gaplar bilan ta'riflagan bo'lardingiz? Juda ham ochiq dil, har doim to'g'ri gapiradi. Birovga orqasidan umuman gapirmaydi. Shu xislatini juda ham yaxshi ko'raman. Endi siz bilgan va faqat mana shu dugonalarni orasida siz qabul qila oladigan salbiy jihatlari. O'qimaydi. Asosiy o'zingni emas. Meni qo'ymaydi, ish qildi yuradi, yotma deydi. Qarang, baribir ham to'g'ri so'zlarda, to'g'ri so'zlar. Uxlasam uxlashga qo'ymaydi-da meni. Aha, tur deydilar, dars qil deydilar. Dars qil demaydi, men bilan hangama qildi. Kimdir g'iybat qilaylik deydi. Xo'sh, siz Juda ham dangasa, o'zi ham aytdi. nimada dangasalar? Uyquda juda ham uyquni yaxshi ko'radi. Uyg'otmasangiz uxlayveradi. Ko'pincha shu jihatlari. Sizlarni dugona, ya'ni mana shu munosabatlilar film qilib ishlanganida qanday janrda bo'lardi? Dram, Komediya bo'ladi. faqat komediya. Bir-birimizni kuldirib yuraveramiz, kech-kecha bo'lsa ham. Nima deb nom qo'ygan bo'lardinglar? Non topish qiyin. Siz Biz tez urushib ham turamiz lekin. janjalkash dugonalar. Ha. Bunchalar zo'rsan. Ismingiz nima? Ismim Navro'za. Navro'za. O, 21-marta tug'ilgansiz. Juda baxtli kunda tug'ilgan. Tanlab tug'ilgan ekansiz, deyman. Bechora onangizni qarang, hamma Navro'z kuni hamma dam olib, hamma maza qilganmiz. Onangizni tuqqaniga ketgan. Shunaqa mehribonda. Bayram kuni ham. Onangiz mehribon, sizchi onangiz qanchalik mehribonsiz? Men ham onamga Yolg'on. eng mehribon farzand bo'lishga harakat qilyapman. Qilyapman. Ular xuddi dunyodagi eng mehribon ota-ona bo'lishgan singari menga, men ham ularga eng mehribon farzand bo'lishga harakat. Hayotdagi eng havas qiladigan insoningiz demak dadingiz bilan onangiz. Albatta. Nimalarga ko'proq havas qilasiz? Qaysi xislatlarni olgingiz keladi o'zingizga? Dadajonimdan har doim o'zini yaqinlarini qadrlashni, ularni ko'ngillarini ko'tarishni hamda har bir hayotda oldiga qo'ygan maqsadiga erishish xislatlarini juda ham hurmat qilaman. Onajonimdan eng ko'p mehribonliklarini hech qaysi Siz zaharda, anakonda sizdan, siz shunda. Yo'q. Nechta farzandli oilada? 3 ta farzand. Siz nechi? Eng kattasi. Sizdan keyingilarga qanchalik mehribonsiz? Shuni bir gaplashaylik. Harakat qilaman. Opa bo'lishga harakat Ukangiz qilaman. bormi? Ukangiz bormi? Bor. Aniq mashkalta yegan. Yegan? Nima uchun? O'rinlarida. Nima uchun yegan mana shuni ayting. Sababi nima? Asabingizga tekkan, a? Shu. U tunu kun duo qilyapti hozir sizni tezroq erga berish maqsadida, bilasizmi? Ismi nima? Ozodbek. Kechirim so'rang hozir. Ozodbek ukajonim, meni kechir. Sababi? Urganim uchun. Besabab urganim uchun. Besabab urganim uchun. Endi eng muhim narsaga yetib keldik. Dadangiz tug'ilgan kunlar ekan. Avval umrlar uzoq bo'lsin. Rahmat. Mana shu yoshgacha mana sizni katta qildilar. Pulsiz pul, sharoit qilib berdi. Hozir o'qityaptilar, to'g'rimi? Keling, hozir telefon qilamiz ularga. Assalomu alaykum dada. Yaxshimisiz? Ha, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat. Dada, sizda gapim bor edi. Gapiring. Sizni yaxshi ko'raman dada. Rahmat, qizim, rahmat. Sog' bo'l, baxtimga qizim. Har doim baxtimizga sog' bo'ling ayam bilan birga. Mayli qizim, rahmat. Shu yoshga kirgunimcha hech qaysi qiz o'rtog'imga yoki birorta qizga havas qilmadim. Qaniydi meni ota-onam shunaqa bo'lganda deb, balki atrofimdagilar menga havas qildi. Buning uchun sizlardan katta minnatdorman dada. Mehri daryo, otajonimsiz. Rahmat qizim, sog' bo'l qizim, rahmat. Dadangizga nima sovg'a olmoqchi edingiz? Dadamga bu safar shu esdalik uchun oilamiz bilan tushgan barcha suratlarimizni ramkaga chiqarib, Yoniga? o'zimni tilaklarimni bildirmoqchi edim. Yoniga soat. Yo'q, soat tasmin qiling. Nima olay? Yoniga bunchalar zo'rsam qo'shildi bugun. Rahmat katta. Sog' bo'ling. Rahmat. Bunchalar zo'rsam qo'yasiz. Bunchalar zo'rsan. Kayfiyatlar zo'rmi? Charchamayapsizmi? Bittada bildingiz va baribir insonni ko'zi aldamaydi deyishadi. Bizni ko'rsatuvimizda bilishingiz. Meni ismimni ham bilasizmi? Farina. Oxirgi marta nimani taxmin qildingiz hayotingiz davomida? Qandaydir qarorni qabul qilish uchun va o'sha taxminingiz hayotingizni yana ham ijobiylashtirdi. Oxirgi marta shu o'qishga topshirayotgan paytim taxmin bilan belgilaganmiz. Grantga kirgansiz. Yo'q, kontrakt Lekin kirgansiz. kirganmiz. Tayyorgarlik deyarli bo'lmagan. Yo'q, Hayot nimasi bilan go'zal deb o'ylaysiz? ona bilan go'zal. Onajoningizni nima qilib xursand qilishga harakat qilyapsiz? Hamisha yuzlarida tabassum arimasligini xohlaymiz. Har doim telefon qilamiz. Sizni yaxshi ko'raman deysiz. Deymiz. Ko'p kechirim so'raysizmi? Ko'p sizni yaxshi ko'raman deysizmi? Yaxshi ko'raman ham deyman, kechirim ham so'rayman. Tanladingiz. Bu, ya'ni onajoningiz, eng yaqin insoningiz, ularga qo'ng'iroq qilib sizni yaxshi ko'raman deysiz. Aya,
Nima qilyapsiz? Sizni yaxshi ko'raman. Men ham seni yaxshi ko'raman. Bilmasang bilib qo'y. Men sizni ko'proq yaxshi ko'raman. Ha, bo'l. Ishbilarmon bo'lsalar kerak. Lekin ko'rsatuvni ko'rib, sizga qayta qo'ng'iroq qiladilar yoki qayta gaplashganinglarda boshqacha mehr bilan, boshqacha his-tuyg'ular bilan suhbatlashasizlar albatta. Bunchalar zo'rsan. Assalomu alaykum. Ana, voy! Kayfiyatlar zo'rmi? Xudoga shukr. Nima boshlab yuribsiz? Hech narsa boshlaganmiz, o'qishda yuribmiz-da. Sal bo'ladi rasmiy turibdi qidiruvda. Bo'lib turadi. Tagidagi sababini ham o'qidingizmi? Ha? Nima ekan? Sababi qizlar ovchisi deb qo'yibdi-ku. Ana kuyda. Uylanganmisiz? Yo'q. Shuning uchun uylanolmayapsiz aka. Necha yoshga chiqdingiz? 23 ga. 23. Hayot endi boshlanyapti. Endi mana savol. Uylanganingizdan keyin do'stlaringizni unutib olasizmi yo'q? Do'stlarni javob bermaydi. Kontrga borasizmi to'ydan keyin? Boraman. Kechqurun 12 da. Boraman. O'rtoqlarim ol. Bosib o'tiring. Kimdan so'radingiz? Ha? Bitta borib kelay. Yo'q. Qaynona qaynotangizdan chaqirasiz. Endi unisini ayt. Endi ustozlar aytadiki, deb boshing. Xola yotog'i deb chaqiraman-da. Yo'q. Shu gaplarni eslab qolamiz, qadrli yurtdoshlar. To'ydan keyin oyijon, dadajon deb yerib yugurib xizmatlar qilib yurgan paytlarda o'z akamizga eslatamiz. Ismingiz nima? Ulug'bek. Ulug'bek aka. Endi mana savol sizga Ulug'bek aka. Birinchi muhabbatingiz ismi nima? Eri tegib ketgan-da. Familiyasini aytmang bo'ldi. Shahrizoda bo'lgan. Shahrizod. Maktabda bo'lganmi? Endi maktabda bo'lgan. Necha yil sevgandingiz? Yig'lamang aka. Akam dilini og'ritdinglar. Kulmayapsiz akam. Ana rasmini bo'lsa yoki o'zini bo'lsa ham oq libosda ko'rdingizmi? To'yiga borganman. Bordingiz. Ko'rdingiz. Nima o'tdi ichkaridan? U hissiyotni so'z bilan ta'riflab berish mumkin. Kechqurun uyga kelib keyin qaysi qo'shiq eshitib yurdingiz? 4-5 kun. Doston ergashibdi. Yur do'stim to'yiga borib keladi. Do'stim bilan borib kelganman-da. O'zi ko'rayotgan bo'lsa mana, ana o'zi bilasiz, siz bilasiz. Nima gapingiz bor? Bilsang bilasan, shuncha payt o'tgan vaqtga. Voy, yo'qmi hozir hech kim? Hozirmi? Endi xudo xolasa niyat qilib turibmiz. Berishlar shunday bolaga beribsizlar, akam uyim joyim deydigan bo'lsa. To'g'rimi? Bunchalar zo'rsan. Kayfiyatlar zo'rmi? Rahmat. Hozirgi intervyuimiz sizga yoqdimi? Zo'r bo'ldi, lekin Nimasi yoqdi? ota haqida she'r bo'ldi, ishladim. Manam otamni yaxshi ko'raman, onamni yaxshi ko'raman. Ularni eslab ketdingiz. Keyin onam sizlarni juda muxlisinglar. Hozir sizni ko'rib xursand bo'ldim. Shu ko'rsatuvga chiqaman, onam kutadilar. Qachon telefon qilasan menga dedilar. Onam juda muxlislar. O bir kun ham kelgan akansizlar, kutdim sen chiqmading-ku dedilar. O'shan hozir kursdan chiqib kelib ko'rib qolib kutib turdim-da. Onajonimiz, mayli ozgina kutgan ekanlar, lekin mana hozir farzandingiz mana shu ko'rsatuvga chiqyaptilar va albatta sizga yaxshi ko'rishlarini aytadilar. Qanday izhorlar bilan aytasiz? O'zgacha bo'lsin faqat. O'zi doim onam yaxshi ko'rishimni aytaman, endi bu ko'rsatuvga chiqib aytish bilmadim. Onam juda yaxshi ko'raman. Menga mehr bo'ldi. Aynan mana shu mehrni siz qachon ko'proq his qila boshladingiz? Doim shu ota-onam meni qo'llab-quvvatlashyapti. Shundan keyin yanada ota-onam yagonaliklar, ota-onamdan yaxshisi topilmasligini his qilyapman. Boshida ko'rsatuvni aytmang, agar bilib qolsalar, keyin aytib o'tamiz. Assalomu alaykum, ona, yaxshimisiz? Alaykum assalom. Kimga qilyapsiz? Yo'q, shu o'qishdaman-da, endi o'qishga kelyapman, ona kursdan chiqib. Ha, mazam yaxshi, tinchlik qo'ldingmi? Ha, rahmat. O'zingiz ham ovqatlanib oldingizmi? Charchamayapsizmi? Sizga rahmat. Ona, Ha, sizni yaxshi ko'raman. Doimo baxtimga sog' bo'ling. rahmat, yashash, sen joningiz sog' bo'lsin. Assalomu alaykum onajon, bunchalar zo'rsiz. Rahmat. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Kayfiyatlar zo'rmi? Zo'r. Aniqmi? O'g'lingizga juda ham ko'p aytgan ekansiz. Sen ham mana shu ko'rsatuvga qachon chiqasan, o'g'lim? Men ham seni qachon ko'raman degan ekansiz. Qarang, niyatingiz xolis ekan. Mana hozir farzandingiz mana shu bunchalar zo'rsan ko'rsatuvda chiqib turibdilar. Rahmat, sizlarga sizlarga rivojlaninglar dedingiz-a? Ha, o'shaman. Yasa, rahmat. Sizlar ota-onangiz baxtiga necha umringiz uzoq, baxtli qiz bo'ling. Rahmat. Bunchalar zo'rsiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Qoyil. Ana endi zo'r bo'ldi. Endi zo'r bo'ldi. Ko'nglimdagi bir yengil topdi ekan. Juda ham zo'r. Men ham xursandman. Siz xursand bo'lganingizga, onajoningiz xursand bo'lganiga men ham o'zimni ichimga sig'a olmayapman. Negadir ham bu ham biz uchun qandaydir xursandchilik, baxt. Bunchalar zo'rsan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Здравствуйте. Здравствуйте. Ay, bu.
To'g'risini ayting, yani salonga bordingizmi? Yo'q. O'zingizmi? Ha. Qarang, bu eksperiment uchun chiqarilmagan bilasiz. Ya'ni 3-4 rang qo'shmabsiz-da. Shunaqa qilmoqchiman. Rejada bor. Nima ranglar qo'shamiz? Keling. Yashil, ko'k, sariq. Shida bo'lib. O zo'r lekin. Bilasizmi nimaga? Peshexodda o'tgan qizil rangga bunday qarasiz, to'xtaydi mashinalar. Yashil qilasiz, yurib ketaveradi. Ismingiz nima? Farida. Da. Menda bitta nasi bor. Farina. Ha, bilaman. Siz Farida. Nega hamma Farinalar xushchaqchaq bo'lar ekan-da? Shunday. Kulib yurasiz har doim. Kimdir xafa qilsa ham yuraverasiz mashina ersa. Ha, ana kursdoshlarimdan so'rang. Yo'q. Siz yerga berishyapti ekan. Yo'q, hali unaqa bo'lmaydi. Endi birinchi kursman. Endi bir hayot endi boshlanyapti ekan. Ha, shunaqa. Faridaxon, mana sizga savol bor. Eng katta orzungiz ertaga amalga oshsa, siz uni kutib olishga tayyormisiz? Albatta tayyorman. Nima orzu? Jurnalist. Jurnalistika-da. Siz o'zimizdan. Qayerda jurnalistika o'qiysiz? Shu Milliy universitetida, ha? Almashamiz. Siz boshlovchi bunchalar ko'rsatuvda hozir. Qani birinchi tomoshabinlar bilan salomlashib, keyin siz mendan intervyu olasiz. Almashamiz. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun Bunchalar zo'rsan telekanalida Abbos Xo'janov Milliy telekanalda bunchalar zo'rsan ko'rsatuv. Hayajon. Milliy telekanalida Bunchalar zo'rsan teleko'rsatuv. Bugun bizning efirimizda Abbos Xo'ja. Здравствуйте. Yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. Men uyalaman, televizorga chiqishga. Uyalmang. Men televizorga chiqib yurmaganman shu yerga. Yomon maza qilyapsiz-ku. Qani, siz hammaga savol berasiz-ki, hammani qiynaysiz. O'zingizdan birinchi muhabbatingiz ayting. Yo'q, hazillashdi. Maski. Bulut qanaqa rang bo'ladi? Osmon mana bulut dedim, oq rang bo'ladi. Mo'qiz yubkasi qanaqa rang? Oq. Oq rang. Tish qanaqa rang bo'ladi? Oq. Ko'zi cheti? Oq. Oq. Sigir nima ichadi? Sut. Muncha maladesmi, ha? O't yeydi. Suv ichadi. O't yeydi. Akalar, bular taraf sigir sut ichyapti ekan. Ha, kofe qo'shib bering, trimat nom bo'ladi. Tez aytamiz siz bilan. Mana jurnalist har holda toza bo'lish kerak, to'g'rimi? Men tez aytaman, o'shanda bir nafasda 5 minutda qaytarishingiz kerak, keyingi levelga o'tish uchun. Qiyinidan pastga tushamiz, men osondan tepaga chiqamiz. Ketdik, osondan boshlaymiz. Yashasin Sasha. Yashasin Sasha. Bir nafasda 5 ta. Yashasin Sasha, yashasin Sasha, yashasin Sasha, yashasin Sasha. Sasha, 3-Sashadan keyin sal yashamay qoldi, mayli, hop, o'tkazib yuboramiz. Bu rayon yarim rayon. Bu rayon yarim rayon, bu rayon yarim rayon, bu Akmal akalarnikidaligimizda. Akmal akalarnikidaligimizda. 3 marta ayting bo'lma, indamang. Akmal akalarimizdagimizda. Yo'q, Akmal akalarnikidaligimizda. Akmal akalarnikidaligimizda. Akmal akalarnikidaligimizda. Akmal akalarnikidaligimizda. Akmal akalarnikidaligimizda. Respekt. Yarimchala boshlovchi tayyor, xudo xolasa. Bunchalar zo'rsan. Azizlar, sizlarni juda ham yaxshi ko'ramiz. Bilmayman nima bo'lgan azizlar bilan bunga nima bo'lgan. Men qarab boshqa ismingiz ozodlardi. Bitta savol qiziqtiryapman. Mana ismingiz Farina-ku, men boya Farida degan qizni intervyu oldim-da. Hech Farida ekan. Ya'ni emas, da. Mana hech Farina ismli qizlar bilan mana gaplashamiz. Instagramda kimdir yozadi, meni ham ismim Farina. Hech kimni hali eshitmaganman rostdan. Meni ismim Farina. Yo'q, menimcha bo'lmagan. Men qiz deb olsam Farina deb qo'ymoqchi emasman. Yaxshi ism. Nima yomonmi? Yo'q, bemalol. Yomon. Azizlar, biz sizlar. Odam bo'lmaydi. Mana qadrli yurtdoshlar. Boshqa ismlilar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Sizlardan so'raladigan narsa nima? Agar bizni Oynajahon orqali ko'rayotgan bo'lsanglar, milliy telekanalga qolinglar. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'rsanglar, like bilan podpiskani ayamanglar. Buni qizni bilan meni akkauntimga podpiska bosib qo'yishingiz kerak, chunki biz oy oxirigacha 1 millionga chiqishimiz kerak. Rostdan gadoga o'xshab qoldi. Iltimos demadimku, ha? 1 2 3 Bunchalar zo'rsan.